İnkaslardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Uyg'ur xalqining so'yilgan shoir va adiblarini turmalarga tashlab, ularni xalqining qalbidan o'chirishga urinib kelgan. Halbuki Abduqodir Jaloliddinga o'xshash shoirlarning o'qirmanlari, shogirdlari va muhojiratdagi qalamdoshlari ularni bir kunmi esidan chiqarmagan. Ben uzundan buyon şu özümdeki tanış bilişleri arkalık, şu edebiyat sahasındaki men tanıydıgan ziyalilerden haberi bulmayıvatkan, yoqab gitip kesilgini yoki başka ahvalı uçurgani yenik bulmagan ziyaliler, yazgıç şairler, şu doğrusida sorap durattım özümdeki tanış bilişleri arkalık. Şair Abduqodir Jaloliddinning o'qirmanlaridan navbati Norvegiyada yashayotgan Hüseyincan Efendi 5 yıldan bu yan izchil surishti qilish orqali buningdan 6 oy burun shoirning muddatsiz kesib etilganligi haqida uchragan. Yaqında tuyuqsiz şu Abduqodir Jaloliddin efendimninki Ishkirdagi ma'lum bir Xitoy do'sti orqali o odamninki muddatsiz kesilganligi to'g'risida bir uchurga erishdim. Ama bu uchurni yetkazgan odam özüme bu uçurunu köp adamının bilmeydiğini, anlısı çokum hayran kaldığını, lekin bunun reallik ikenligini aytkan bana. Bu haberinin çınlıkını aydınlaştırış için yani bir mezgil izlengendiğin ki şairinin içki ülkelerdeki bir Xitay kesipleşidin mi okşaş uçurağın. Bana bu uçurunu yetkizgen adamla işkilisi edebiyatdan işleyecek adamla. İşkilisi ma'lum universitetlarda o'qituvchi. Biz bu usulning to'g'riligini oydinlashtirish uchun oldi bilan shoirning xizmat o'rni bo'lgan Xinjiang Pedagogika universitetiga telefon qildik. 喂，你好。 Şinjan Şifandaşı mı? 对。 Telefonimizni qabul qilgan xodimlardan biri shoirning jazo hukmidan xabarsizligini aytsa, yana biri hatta 我不知道你不清楚，我们不是人事部门，不太清楚这个。 Bu üniversite Abduqodir Jaloliddin ismli birisining bo'lganligini inkor qildi. 没有这样一个人，我们不清楚啊。是不是这个人死处？ Ameliyat 2 yildan oldingi aniqlashlarimizda bu maktabning siyosiy bo'lim xodimi Feng Wenchang arxiv qarab chiqqandan keyin Abduqodir Jaloliddinning 2018 yil 28 yanvar kuni Urumchi shaharlik davlat amallik soqchilar tomonidan tutib ketilganligini dalillagan edi. 你有啥事吗？有事。你稍等一下，你别给我电话，我给你叫个人。喂，你是冯伟昌吗？对，请问一下，Abduqodir Jaloliddin 老师在哪一个教育中学？你稍等一下啊，我帮你查一下。你说哪一个老师啊？Abduqodir Jaloliddin。Abduqodir。教授。哦呦，他这个没有给我回复，只是说被乌市国保支队带走了，1月29号。 Xitoy doiralari Uyg'ur elida tutqunlarning oqibatini faqat oilasiga bildirib, jamiyatdan sir tutib kelayotgani xili yillar bo'lgan bo'lsa-mu, yana ba'zi alohida delolarda tutqunlarning oila taboatiga bildirmay kelgan. Masalan, shoir Abduqodir Jaloliddin, jurnalist Qurbon Mahmud, professor Raila Davudlarning oqibati ana shunday favqulodda chin holatda sir tutilgan tutqunlardir. Shoir Abduqodir Jaloliddinning Amerikada yashayotgan o'g'li Bobur Abduqodirning radiomizga inkos qilishicha, u dadasining jazo hukmi haqida hech qanday uchur ololmagan. Dadamning bu kesilgan to'g'risida tek bir gap anglab boqmoqchiman. Opam bilan ancha-muncha dadam qanday turib o'tibdi, dadamdan xabar bormi deb so'ragan vaqtda opam hech qanday gap yo'q deb javob berdi. Biz ilgirki aniqlashtirimiz davomida Qurbon Mahmudning jazo muddatini kucha soqchilaridan Naqshchi Zoir Shohning tutqunda ekanligini otish soqchilaridan egallagan edik. Yana aniqlashtirimizda 2017 yildagi cho'ng tutqundan keyin tutqunlarning xizmat o'rni yoki turishlik o'rnida emas, balki asli yurtidagi soqchi organlariga yo'llab berilganligi va yoki sud hukmlarini mahkumlarning yurtidagi adliya organlariga yo'llab berilganligi ma'lum bo'lgan. Shunga biz shoir Abduqodir Jaloliddinning kesim muddatini aniqlash uchun Qashqar Bashkiramdagi adliya punktiga telefon qildik. Ha, qanday bo'lingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Ma Qashqar Bashkiram adliya punktimi? Biz shu Qashqar Bashkiramlik bu shoir Abduqodir Jaloliddinning ahvoli haqida bir ma'lumot olaylik degandik. Shinjang Spandachining bir o'qituvchisi hozir jazo muddatini o'tayotgan. Shu munosabatli kuchurni bu sildan og'ini bo'lamdi. Yoki soqchilardan hukmdi bu kanat soqchilardi. Siz beşirq telefon urib so'rab beqing unda jiddiy ishlar bo'lsa ashani uqtirmiz, ashani soqchilar uqatdi. Shundaymi? Navbatchi xodim dastlabda Abduqodir Jaloliddinning jazo hukmnomasining o'zlaridagi arxivda borligini
tilga oldi. Andın ben kompüterde kırgızlık battıçu. Bir qarab baqing undasa. Fuar Julian'isi ay. Siz ismafozimlikni surishtirsam bulamdi ya? Bo'ldi. Biz hozir bilmoqchi bo'lganimiz bu qancha yillik kesildi, jazo muddati qanchalik, uning endi qaysi turni jazo muddatini o'tayapti. Sizga o qasa so'rasol bo'lmaydi bizdan. Va telefonni evalay. Ey ni hao. Arkadan bu uchurlarni maxfiy tutish haqida ogohlantirish borligini eskartib, kesim muddati haqida ma'lumot bermadi. Qarang, bu qanday savol so'rashni, buni bilamiz. Shu ba'zan narsalarni biz asos qatlamdagi xizmat ishlayotganlardan so'rab boqamiz. Başliq telefon qilib undaq savol so'rab qashliq demaslik to'g'riliq gapqan tekin bo'ldi. Xizmat huquq doirasidan sirtida deysiz. To'g'ri. Aloq qilish to'g'riliq bizga yig'inda ta'kidlaydi davomli. Biz Bashkiram kentriki bir kent soqchisi Abduqodir Jaloliddinning urug'tiqan va yaqin o'tgan kishilar bilan suhbatlashish orqali uning muddatsiz kesib o'tilganligidan xabar topganligini oshkorildi. Shu Abduqodir Jaloliddinning urug'tiqanlarini siz shu ziyorat qilib bag'a vaqtingizda bu xizmat munosabati bilan bergan javob nima? Shu Abduqodir Jaloliddin haqida. Deb qilsam, bo'yinda jetsiz bana ishbek ekan. Bu balg'am muddatsiz turibdi deb aytadi. Urug'tiqanlari bu sotga qatnasha olibdimi? Sotga naqdi bo'lgan sotdan hech kim xabar qilmabdimiz. Bir-biridan anglashda sot hech kimni chizmakka bizimkin Deyilishçe Abduqodir Jaloliddin ustidan 2019 yılının o'rta oxirlari maxfiy sot ejilgan. Mayli bu Abduqodir Jaloliddinning urug'tiqanlari bo'lsin, mayli asldan yizliq adliya punktidan bo'lsin, bu Abduqodirninki qayerda jazo muddatini o'tayotganligi, qaysi turmada ekanligi haqida sizga berilgan bir ma'lumot bormi? Yo'q. Sizning ko'chadan anglaganingizda nima? Endi hozir bu muddatsiz kesib o'tilgan degan chaqda cho'qim bir nima deydi, menda qilibdi deydi. Birisi tayinlimi? Birisi men bir Türkiye advokatı Türkiye. Abduqodir Jaloliddinning yurti Bashkiramdagi yaqinlaridan biri uning advokati bilan ko'rishib, uning jazosini yengiltish uchun yo'l menpish arzusini bildirgan. Ammo advokat uningga Abduqodir Jaloliddinga ortilgan jinoyatning bakli og'irligini eskartib, ortiqcha pul va kuch sarf qilmaslikni tavsiya qilgan. Siz shu gapini qilgan shu tonishi, shu advokat bilan ko'rishib kelgandan keyin uni izladingizmi? U nimalarni anglabdi? Ben ödem izledim. İzlep kılsam, sonra bir dikkat kaçan yoluna bakalım. Lekin amal ba, yol mangırık yok. Yol mangırık mı da? Arkadaşlar yol mangırık yok kaçman men kılarımı bulmuştu. Sizler bizim xistisada şu balık adokat oğadıma. Abduqodir Jaloliddinning muddatsiz kesilganlik uchurini olgan, uning ba'zi qalamdoshlari uning turmada yozgan "Yonarim yo'q" nomli she'rini eslashdi. Fasillarni ko'rib turdim rüceklerden. Hiçbir haber alalmadım çiçeklerden. Bu seginiş ötüp ketdi soğaklardan. Qandaqçay bu bararım bar, yanarım yok. Tadqiqatçı Abduvali Ayub şairning Yanarım yok nomli she'r orqali butun Uyg'ur mahbuslarning ichinishlik oqibatini ifodalab qolmasdan bu she'rdan shu bir so'z bor, qarorım yo'q degan. Qaror degan asli vaqt qaraldiki qaral muklidochu shuningda qaroyim yo'q degani muddat yo'q deganini bildiradi shu. Balki yana o'zining muddatsiz kesilganligidek bir uchurini angliq yoki angsiz holda jamiyatga bildirganlik ehtimolligini o'tirib qo'ydi. Ondan yanarım yo'q ne bir bisharat desak, u qarayim yo'q degan bir bisharat olgan bo'ldi. Şun bu she'rdan muddatsiz kesilganligini ifodalash chiqdi, chunki yerda o'zining uchurini yetkazish tashnoligi bo'ldi inson, o'zining hayotligini, nim bo'layotganligini bir şekilde sirtkilarga bildirish tashnoligi bo'ldi. Mushu she'r orqali Abduqodir ma'lum buni bilgan bo'lishi mumkin. Hurmatli radio anglag'uchilar, shoir va adib Abduqodir Jaloliddin 1964-yili Qashqar Bashkiramda tug'ilgan. 1986-yili Qashqar pedagogika institutini bitirgan. 1990-yildan 2009-yilgacha Şinjan Ma'rif institutida 20 yilga yaqin o'qituvchilik qilgan. 2009-yildan 2018-yil tutqun qilingacha Şinjan pedagogika universitetida aspirant o'quvchilar yetakchisi bo'lib xizmat qilgan. Shoir va adib Abduqodir Jaloliddin ko'p sonli she'r, adabiy xotira, ilmiy maqola, sayohat xotirasi va tarjima asarlar orqali tanilib qolmasdan, balki yana turli ilmiy va ommaviy so'rovlarda so'zlagan leksiya ham nutqlari bilan Uyg'ur jamiyatida zo'r ta'sir qo'zg'agan.